Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning Uyg'ur ziyolilarini darslik kitob uchun jazolashi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy Sharq Turkistonda davlat xavfsizlik tarbiyasi tashviqotini kengaytmoqda. Angliyadagi Yahudilar jamiyati Turkiyadagi Uyg'urlar uchun harakatga o'tdi. Turkiya va Rossiya o'rtasidagi havo yo'llari ochildi. Sog'lomlik haqida. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy yer shari televiziya to'g'ri kanali bu oyning 5-ida tarqatgan Ko'ylangidagi urush, Xinjiangning terrorlik qarshi kurashidagi Xristian nomli filmida 2003-yil tarqatilgan Uyg'ur adabiyot darsi kitobini atalmış bölgünchilik, terrorlik, oshqo'llik ideyasini tarqatish bilan ayblab kitobni tuzishga qatnashgan va uning yetakchilik qilgan Yalqin Rozi, Vahidjon Osman, Abdurazzoq Saim, Sattar Saud qatorliq Uyg'ur ziyolilarini va mas'ul kadrlarni javobgarlik tortgan. Xitoy doiralarining bu darsli kitob uchun Uyg'ur ziyolilarini va kadrlarini uzun yillik qamoqqa va kechiktirib o'lim jazolariga hukm qilishi bu voqeaning eng fojialik nuqtasidir. Bu film 2 aprel e'lon qilinib, orqadan atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik yuqori sud sobiq ma'arif noziri Sattar Saudning 2 yil kechiktirilib o'lim jazosiga hukm qilinishga buyurilganligi e'lon qilingan. Mazkur filmda darsli kitobdagi 7 qizlarimning hikoyasi va 1940-yillardagi sobiq Sharq Turkiston Jumhuriyatining oxirgi rahbari Ahmadjon Qosimiyning rasmi bo'lgunchilik, terrorlik, oshqo'llikning dalili deb ko'rsatilgan. Filmda yana darsli kitobdagi Uchturpan xalqining 1765-yildagi Manju chirikligi qarshi kurashida qurbon bo'lgan 7 qizning hikoyasidagi Manju askarlari degan so'z Xitoy askarlariga o'zgartirilib, uningda Xitoy askarlariga qarshi urush targ'ib qilingan deb ayblangan. Ahmadjon Qosimiyning maydasidagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining ay yulduzliq ordinimi bo'lgunchilikning ifodasi deb ayblangan. Halbuki bu Cumhuriyet Xitoy raisi Mao Zedong tarafidan 1949-yili atalmış Xitoy Demokratik inqilobining bir qismi deb e'lon qilingan edi. Kuzatuvchilar 21-asrda bir darsli kitobning mazmuni bilan kitobni tuzishga qatnashgan Uyg'ur ziyolilari va mas'ul kadrlarning mazkur darsli kitob sababli televizorlarga chiqarilib, atalmış jinoyatni iqror qildirilishi, uzun yillik qamoq hukm qilinish yoki o'limga bo'yilishdek og'ir jazolarga duchor bo'lishi xalqaro jamiyatini shundaqla kasb mutaxassislarni hayron qoldirgan. Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi xalqaroda kuchli norozilik qo'zg'agan paytda Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonda atalmış davlat xavfsizlik tarbiyasi tashviqot faoliyatini keng ko'lamda qanot yaydirmoqda. Tangritog to'g'rining xabarida mazkur harakat Sharq Turkistonning har qaysi joylari va har qaysi tarmoqlarda umumyuzlik elib berilayotgan bo'lib, bu orqali keng ommaning davlat xavfsizlik engini kuchaytirib, xavf-xatarning oldini olish va uningga taqobil turish iqtidorini o'stirdiganligini ta'kidlab, bu tashviqot harakatida kishilarga asosiy qonun, davlat xavfsizlik qonuni, terrorizm qarshi turish qonuni, josuslikqa qarshi turish qonuni, to'g'ri bexatarlik qonuni qatorliq qonun nizomlar zo'r kuch bilan tashviq qilingan. Davlat bexatarligini saqlash cho'ng kichik hamma kishining majburiy ekanligini kuchaytgan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoyning Sharq Turkistonda umumyuzlik davlat xavfsizligini qo'g'dash tarbiyasi yurgizishi, uning Uyg'urlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik sababidan xalqaroda o'sal ahvolga qilish bilan zich munosabatlik bo'lib, u Xitoyning Sharq Turkistondagi kontrolligini yo'qotib qo'yish andisini namoyon qiladi ekan. 15 aprel Angliyadagi Dunyo Yahudilarga yordam berish organi Turkiyadagi Uyg'ur musofirlar uchun murojaatnoma e'lon qilib, Xitoyning zulmidan qochib Turkiyada panohlanayotgan Uyg'urlarning qiyinchiligini o'ttirib qo'ygan. Mazkur organ to'plangan iqtisodiy yordam bilan Turkiyadagi qiyinchilikda qolgan Uyg'ur oilalarini yemak-ichmak, sog'liqni saqlash aslahalari va psixikalik davolash qatorliq yordamlar bilan ta'minlaydi ekan. Murojaatnomada yana o'z tarixining to'rtkisidan Yahudi jamiyatlari Uyg'urlar duch kelayotgan zulm va har turli og'ir qiyinchiliklarni o'ttirib qo'yish orqali Angliya hukumatini harakat keltirganligini, 11 mingdan ortiq Uyg'ur Xitoyning ziyonkashligidan qutulish uchun Turkiyada panohlanayotganligini, har turli yordamga ehtiyoj bo'lgan bu Uyg'ur jamoatini qo'llash uchun texnik ko'p ishlarni qiladiganligini bildirgan. Dunyo Yahudilar o'rtaq gavdasi va Angliya Yahudi jamoatlarining boshlig'i Afroim Mervis murojaatnomada o'zlarining Xitoyning Uyg'urlar yurgizayotgan sistemalik ziyonkashligini ayblash bilan bir vaqtda bu dahshatga qarshi noroziligini amaliy harakat bilan ifodalash kerakligini, Dunyo Yahudilar yordam berish organi bu jiddiy murojaatnoma orqali intayin muhim faoliyatni qanot yaydirayotganligini, o'zining ularning yordamga muhtoj bo'lgan Uyg'ur musofirlarini aniqlab chiqqanligiga rahmat bildirdiganligini, bu faoliyatni qo'llashni talab qilib, amaliy yordamga muhtoj yana nurg'un Uyg'urlarning borligini bildirdi. Dunyo Yahudilar yordam berish organining faoliyat o'rlashtirish va aloqa ishlar direktori Anne Levy yordamning qaysi xil usulda ehtiyoj sohiblarining qo'liga tegadiganligi haqida to'xtalib, Yahudi tashkilotining nihoyatda astoydil ish bajaradiganligini, shunga bu yordamga munosabatli uchurlarning mazkur organning to'rbitida borligini, Turkiyadagi moddiy va ma'naviy jihatdan yordamga muhtoj kishilarning Turkiyadagi Ayso Yusuf Olibtekin vaqfisi orqali bu yordamlarga erishiladiganligini bildirgan.
Türkiye Hava Yolları şirketi 1-iyungacha Rossiyadan chiqadigan va Rossiyaga boradigan aeroplan safarlarining to'xtatilganligini, bu mezgilda Turkiya Rossiya o'rtasidagi aeroplan safarlarining haftada 2 qatim ishga oshirilganligini bildirdi. Turkiya Hava Yolları şirketining ommaviy o'rtoqlashish tor betidagi sahifasida e'lon qilingan bayonotda bu qarorning rasmiy organlar tarafidan chiqarilganligi eskartilib, 15 apreldan 1-iyungacha bo'lgan oralikda Rossiya Federatsiyasidan chiqadigan va Rossiyaga boradigan barliq aeroplan safarlarining to'xtatilganligini, bu mezgilda Turkiya Rossiya o'rtasida o'zaro haftada 2 qatim aeroplan qatnaydiganligini, aeroplan safarlari haqida tor betidan tafsiliy ma'lumot ega bo'lsa bo'lganligini bildirgan. Suriyada Bashar Asad hokimiyati 2012-yildan boshlab tik ucharlardan etilgan varil bombalari bilan zaharli gaz o'chiga olgan 93 ximiyalik hujum qilgan. Yaqinda 9 yilda davlatning o'xshamagan rayonlarida o'qituvchilarning kontrolligidagi turalg'ular qilingan hujumlarda 81916 qatim varil bombasi etilgan. Suriyada fuqarolarning haq-huquqlariga xiloflik qilmishlarni hujjatlashtirgan Suriya kishilik huquq tori Bashar Asad hokimiyatining 2021-yil iyuldan aprelga chiqqan varil bombasi hujumlarining dokladini e'lon qilib, Bashar Asad kuchlarining bu mezgilda o'qituvchilarning qo'ldagi fuqarolar turalg'ulari qilgan hujumlarda 81916 qatim varil bombasi atgan va bu hujumlarda 1821 kichik bola, 1780 ayolni o'z ichiga olgan 11087 fuqaro jindan ayrilganligini, Bashar Asad hokimiyatining varil bombalaridan fuqarolarni yurt makonlaridan qo'g'dash uchun foydalanganligi va har xil hujumlar sababidan millionlarcha kishining yurt makonlaridan ayrilishga majbur bo'lganligi qayd qilindi. Egilnicha taxminan 10 odamning biri böbrek kasali bo'lib, meyib bo'lish, o'lib ketish nisbatining eski surati asti xarakterli kasalliklar ichida birinchi o'rinda turdi ekan. Lekin böbrek kasalining nima ekanligini so'raganda nurg'un kishilar aniq tushuntirib beramagan. Böbrekning sog'lom yoki sog'lom emasligiga texim hukm qilamagan. Bularmi asti xarakterli böbrek kasaliga asonli sal qarashning muhim sababi ekan. Böbrek odam badanini tozalag'uvchi bo'lib, keraksiz moddalarni, ortiq suv tarkibini chiqarib tashlashdan boshqa, yana qon besimini tengshash, qon ishlashni kontrol qilib, elektrolit tamponligini tengshab, so'ngak shalanglashish qatorliq ko'p xil iqtidorning oldini oladi. U odam badanidagi suv, tok, kislota, ishqor tamponligini tengshaydigan muhim a'zo. Asti xarakterli böbrek kasali oxirgi bo'lganda odatda asti xarakterli böbrek zaiflashish, suylikdan zaharlanish yoki yurak qon tomir agashma kasalliklariga taraqqiy qilib, turmush sifatiga og'ir tahdid soladi. Mutaxassislarning eskartishicha, suylikda normalsizlik ko'rilish, ko'z qopiqi, puti suvliq ishish, bosh og'rish, bosh qiyish, as tutish qobiliyati tuvanlash, mag'dursizlanish, ishtihoz tutilish, qon ozlik qatorliq alomatlar ko'rilsa, vaqtida doktorxonaga berib suylik tekshirtishi, böbrek iqtidori, böbrek ultra ovoz to'lqini qatorliq aloqador tekshirishlarni qildirib, qarorlik tekshirtib, böbrek kasalining yushurun xavfini tugatish kerak. Diabet kasali, yuqori qon besimi qatorliq so'zilma xarakterli kasalga giribtor bo'lgan va böbrek kasali tarixi bor xatarli kishilar qarorlik salomatlik tekshirtib, kasalni ilmiy boshqarishi, pat-pat suv ichib turishga diqqat qilishi, suylikni qisib olmasligi, sog'lom oziqlanish, tuz va yog' miqdori tuvan yemaklarni iste'mol qilishi, dorilarni qalayimqon ishlatishdan saqlanishi, chiniqishni davomlashtirib, badan eg'irligini kontrol qilishi, dam olish tartibli bo'lishi, tunimasligi, har kuni yetarli uxlashga kafolatlik qilishi, suylikni qarorlik tekshirib turishi, böbrek iqtidori va böbrek ultra ovoz to'lqini qatorliqlarda tekshirib turish kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.